Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun ikki quyonimizni sotuvga qo'ygandik. Neftpromdan, o'zimiz Asaka Neftpromdan ukamiz keldi. 10ovini bir joyga olaman aka, chiroyli qilib yo'lda qilib bering deyishdi. Hammasini bir joyga chiroyli qilib berdik. Xudo xolasa bitta partiya quyonimiz bitta bo'shadi. Korobkalarga chiroyli qilib upakovka qilib beramiz. Bergan yem idish, suv idish yemlardan qilib berdik. Ularni ham video lavha qilib joylab boramiz. Mana grinzodan chiroyli qarab beryapmiz. Jinsini erkak urg'ochligini qaramadik. Odatda quyonlar 50% chiqadi. Ba'zida urg'och ko'p, bitta ko'p chiqishi mumkin, ba'zida erkak ko'p chiqishi mumkin. Alloh barakasini bersin. Ukamiz xalas ketdi. 10 ta quyoni 100 ta bo'lsin deymiz. Narxlarni ham xudo xolasa videoda oxirida aytib o'tamiz. Videoda ko'rib tursanglar, 10-sini ham oldik. Quyonni mana ko'rishinglar mumkin. Oyoq qo'li pokiza, chiroyli holatda bo'lyapti. Korobkaga 10 tasi sig'di xudo xolasa. Mana 10 tasi bir chiroyli bo'lib, bir tekis bo'ldi. Alloh chorvasiga baraka bersin. Pullarni ham bizga barakotli qilsin. Uka, marhamatni Neftpromiga ketyapti. Alloh baraka bersin. 650 ming so'mga sidirmasiga berdik. O'zi 80 ming so'mdan narx qo'ydik. Jupini 150 mingdan qilib beryaptik. Sidirmasiga qilib berdik. Jinsini ko'rmadik. Xudo xolasa 50% chiqadi. Alloh baraka bersin uka. Suv idish, yem idishlarni ham qilib berdik. Sog' bo'ling. Yem idishlarni ham bir qator ko'rsatamiz. Taksiga tayyor qilib qo'ydik. Ikkita yem idish, bitta suv idish, 10 kilo yemidan quyonlarimizni mana qilib chiroyli qilib berdik. Alloh barakasini bersin.